Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. 3-sinf ona tili 16-mavzu fe'l ma'nolari ustida ishlash mavzusidan uyga vazifani ko'ramiz. Uyga vazifa 64-mashq. Berilgan fe'llarga yaqin ma'noli fe'llar tanlang va ularni birgalikda yozing. Sog'aymoq, tugatmoq, asramoq, yugurmoq, yig'moq fe'llar berilgan ekan. Fe'l ish harakatni bildirib nima qildi, nima qilyapti, nima qiladi so'roqlariga javob bo'ladi. Namuna ham berib qo'yilgan. Demak, sevinmoq, quvonmoq. Foydalanish uchun so'zlar. Sog'aymoq so'ziga yaqin ma'noli so'zni topamiz. Tuzalmoq. Sog'aymoq, tuzalmoq. Tugatmoq so'ziga yaqin ma'noli so'zni topamiz. Tugatmoq. Xo'p. Quvonmoq bu yerda bitirmoq mana. Tugatmoq, bitirmoq. Tugatmoq so'ziga yaqin ma'noli so'z bu bitirmoq so'zi. Asramoq so'ziga yaqin ma'noli so'z. Saqlamoq. Yugurmoq so'ziga yaqin ma'noli so'z. Chopmoq. Yig'moq so'ziga yaqin ma'noli so'z. To'plamoq.